Assalomu alaykum va rahmatulloh. Oysha Gul opamizga bizni ehtiromotlarimiz bor. Mana Afg'onistondan Foryob viloyatini Anxoy tumanidan mana bu qizgina kasalligi sizlar ko'rib to'xtabsizlar. Mana bu holatga oyoqlari qurib ketgan, qo'llari qurib ketgan, qo'llarini harakati yo'q. Bu 2 yildan beri mana shu holatga yotgan ekan. Tadovi pullar yo'q ekanki buni shifoxonalarga kelsa, doktorga olib borsa, hattoki bular aytadi bizni mo'tarkiromiz yo'q, sho'rdan to Mazor Sharifgacha yo Javzongacha intiqol bersak. Ya'ni shuncha bular vaziyat qiyin. Xolajon bu Oysha Gul opamizdan nima taqozoingiz bordir? Nima bo'lyapti? Necha qalbar bilan yo'q. Din shu bir madar berdi, madarda pul var bo'lmasa, bir murpa barapat qaytib keldi. Kabulda olib ketiladi, Kabulda bazina pul yo'q.